Navbatdagi masalamiz to'g'ri chiziqlarga doir bo'lib, endi to'g'ri chiziqlarning vaziyati proyeksiyada qanday ko'rinadi-yu, demak, buni fazoviy ko'rinishini o'qishni bilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu navbatdagi masalamizda berilgan A, B, C, D nuqtalarini M to'g'ri chiziqqa nisbatan qanday joylashganliklarini aniqlang deyapti. Bu yerda mana M to'g'ri chiziq berilgan. Men sizlarga tushunarli bo'lish uchun buni fazoviy chizmasini ham chizib qo'ydim. Bu yerda mana A, B, C, D 4 ta nuqta hamda M to'g'ri chiziqni proyeksiyalari berilgan. Mana bu fazoviy ko'rinishi. Oldidan ko'rinishi mana bizda frontal proyeksiyasi. Bu yerda mana bu chizmamizni ham oldidan ko'rinishga qo'yishimiz mumkin. Mana fazoviy chizmamizni mana bu bizda oldidan ko'rinishi mana. Demak, bu chizmalarimiz oldidan ko'rinishi mana ikkalovi bir xil ko'rinishda. Oldidan ko'rinishi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, M to'g'ri chizig'imizga nisbatan A nuqtamiz yuqorida, tepada joylashgan ekan. Oldidan qaraganimizda bu balandlikni bildiradi bizga. Z masofalar. Mana bu bizda Z masofa bo'ladi. Mana Z o'qi bo'ylab bu A nuqtani balandligi mana M to'g'ri chiziqqa nisbatan yuqorida joylashgan ekan. B nuqtamiz pastroqda. C nuqtamiz bir xil balandlikda joylashgan. D nuqtamiz ham balandligi bir xil masofada joylashgan. Mana bu epyurdan ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu nuqtalar Z masofa bizga H dan balandlikni ko'rsatib berdi. Qaysi yuqorida joylashganligini, qaysi pastda. Lekin qaysi A nuqtami, B nuqtamiz qaysi biri bizga yaqinroq turganligini buni Y masofa ko'rsatadi bizga. Demak, buning uchun mana ustidan ko'rinishga o'tamiz. Mana shu chizmamizni mana ustidan ko'rinishga o'tamiz. Mana ustidan ko'rinish. Bu yerda A, B, C nuqtalarimiz xuddi to'g'ri chiziqqa tegishli, to'g'ri chiziqda yotgandek ko'rinyapti. Mana bu yerda. D nuqtamiz esa oldinroq boshqa joyda. Bu masofalar, mana bu masofalar bizda demak Y koordinatalar bo'lib, mana D nuqtaning Y koordinatasi, C nuqtaning Y koordinatasi, B nuqtaniki hamda A nuqtaning Y koordinatalari. Bu Y koordinata degani frontal tekislikdan uzoqlikni ko'rsatadi mana bular. Frontal tekislikdan uzoqlik masofasini ko'rsatadi. Bundan ko'rinib turibdiki, demak ustidan qaraganimizda A, B, C nuqtalar to'g'ri chizuvda yotganga o'xshaydi, lekin buni biz qanday aniqlaymiz? Mana ko'rinishini mana bu fazoviy chizmaga olib keladigan bo'lsam, bu yerdan ko'rinib turibdiki, A nuqtamiz ustidan ko'rinishi M1 shtrix bilan qo'shilib qolgan, lekin oldidan ko'rinishi mana M to'g'ri chizuvdan yuqorida joylashgan ekan. Demak, ustidan qaraganimizda xuddi M to'g'ri chiziqqa tegishlikdek ko'rinadi, lekin bu faqat bu yerda Y masofalari bir xil bo'lganligi uchun shunday ko'rinar ekan bizga. Demak, A nuqta bu yerda to'g'ri chiziq, M to'g'ri chiziqda ustida yotibdi deb yozsak bo'ladi javobini. M to'g'ri chizuvning ustida. Mana oldidan ko'rinishida A nuqta ustida. B nuqtani solishtiradigan bo'lsak, B nuqtamiz ham ustidan qaraganimizda mana shu to'g'ri chizuv bilan bitta liniyada ko'rinyapti. Lekin oldidan qaraganimizda buni Z koordinatasi mana bu Z masofasi mana to'g'ri chizig'imiznikiga qaraganda, mana bunga qaraganda qisqaroq ekan. Shuning uchun bu B nuqta mana oldidan qaraganimizda mana bu yerda M2 shtrixdan pastda yotdi. Demak, B nuqtamiz o'qdan to'g'ri chiziqdan pastda joylashgan, ostida, ya'ni. Endi C nuqtaga e'tibor bering. C nuqtani ikkala proyeksiyasi ham to'g'ri chiziqning proyeksiyalarida yotibdi. Ya'ni
S1 shtriximiz ustidan ko'rinishi M1 shtrixda yotibdi mana M1da. Oldidan ko'rinishi S2 shtriximiz M2 chiziqda yotibdi. Demak, mos proyeksiyalari 2 shtrix 2 shtrixda 1 shtrix 1 shtrixda yotgan bo'lsa, bu nuqta to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lar ekan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Faqatgina S nuqta M to'g'ri chiziqqa tegishli nuqta bo'lyapti. D nuqtani oladigan bo'lsak, D nuqtani oldidan ko'rinishini qarasak, mana oldidan ko'rinishiga to'g'ri chiziqda yotganga o'xshab ko'rinadi, lekin bu aslida to'g'ri chiziqda yotgani yo'q. Balandligi bir xil xolos, faqat buni y koordinatasi, ya'ni frontal tekislikdan uzoqligi, mana bu masofa to'g'ri chiziqnikiga qaraganda, mana bu masofaga qaraganda qisqa ekan. Demak, bu D nuqtani biz to'g'ri chiziqning oldida joylashgan deyishimiz mumkin. Oldida emas, orqasida. Uzr. Agar bunday biz kuzatadigan bo'lsak, mana bu vaziyatda M to'g'ri chiziqning orqasida joylashgan ekan. Mana bundan ko'rinib turibdiki, A nuqtamiz to'g'ri chiziqning ustida joylashgan, B nuqtamiz to'g'ri chiziqning mana yonidan aylantirib ko'rishimiz mumkin. To'g'ri chiziqning ostida joylashgan B nuqta, mana bunday qarasak, mana ostida joylashgan ekan. S nuqtamiz to'g'ri chiziqqa tegishli nuqta deymiz buni. To'g'ri chiziqda yotibdi, M to'g'ri chiziqda. D nuqtamiz esa to'g'ri chiziqning orqasida joylashgan. Mana bu vaziyatda kuzatsak, mana to'g'ri chiziqning ortida yotibdi. Mana shunday, demak, chizmalarni biz koordinatalaridan o'qishni o'rganishimiz kerak ekan. Mana bu yerda epyurda biroz o'qishingiz qiyinroq bo'ladi. Qaysi nuqta qayerdaligini mana bu fazoviy ko'rinishda mana sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men bu chizmasini ham chizib ko'rsatib beryapman. Aslida esa siz mana bu yerda Z koordinatamiz qaysi bir nuqtaniki uzun bo'lsa, demak bu yuqorida bo'ladi. Mana bu Z koordinata bizda mana bu koordinatalar, qarang, mana A nuqtani koordinatasi mana, ya'ni H dan balandlikni bildiradi mana shu masofa. B nuqtaniki mana bu ham Z koordinata degani H dan balandlikni bildirar ekan mana shu. Ya'ni gorizontal tekislikdan balandlikni bildiradi bular. Mana shular demak Z koordinatalari. Bu yerda Y koordinatalari esa mana bular X o'qdan pastga qarab Y koordinata bular. Bu Y koordinatasi bizda frontal tekislikdan uzoqlikni beradi mana. Ya'ni A nuqtamiz frontal tekislikdan mana shuncha masofa uzoqlikda ekan. B nuqtamiz frontal tekislikdan shuncha masofa uzoqlikda ekan, mana Y o'q bo'ylab. S nuqtamiz mana shuncha masofaga uzoqlikda ekan. D nuqtamiz mana bu masofaga uzoqlikda ekan. Demak, mana shu koordinatalarni siz yaxshi o'qishni bilishingiz kerak. Masalamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, kuzatishda davom eting.